Siz belki burun ingliz tilini azdır köptür öğrenip baktınız. Veya ki hesaplap kelsiniz ingliz tilini öğrengili xeyli vaqt bo'libdi. Ama sözleşke kelganda qiynalsiz. Başqalarga maqsadingizni uqtirishda, gapni qandaq boshlashda qiynalsiz. Bugungi videomizda dal o'z o'ylaganlaringizni ingliz tilida ifodalashning ھەرخىل شەكىللىرى bilan tونۇشىمىز. Dersimizning oxirida ئىككى tashning ارسىدا قېلىش degan jumlani o'rganamiz. Salam dostlar, welcome to English with Erkin YouTube channel. I'm Erkin. ئېغىز tilini chiqarish ingliz tilida emas, balki har qanday bir chet el tili o'rganishdagi intayin muhim bir omil. Nurg'un so'zliklarni bilsiz, grammatikani ham o'rgandingiz. Zodi eng muhim yer kelganda, ishlatishda o'z maqsadingizni ifodalash kelganda qiynalsiz. Qanday qilish kerak? ئېغىز tilini chiqarishda mo'jiza bo'lmaydi. Xuddi oldingi videomizda o'rganganimizdek, practice makes perfect. Faqat to'xtamay mashq qilishlar sizni oxirgi nishonga yetkazadi. Shaxsiy tavsiyam xatolik o'tkazishdan qat'iy ansirmang. Xatolik o'tkazmaydigan inson bo'lmaydi. Muhimi shu o'tkazgan xatoligingiz tufaylidan o'rganganingiz. Shu xatolik orqali his qilganingiz sizga haqiqiy cho'ng yordamda bo'ldi. Xijilchan, tartinchoq bo'lsangiz, mundaq desam nim deb qolar, undaq desam qandaq bo'lar deb so'zlamasangiz, ئېغىز tilingizni mangu chiqara olmaysiz. Mayli yerlik ana tili ingliz tili bo'lgan bir aylam bilan bo'lsin, mayli ana tili boshqa til bo'lgan bir aylam bilan bo'lsin, shu ingliz tilini so'zlaydigan, ishlatadigan fursatni topgan hamon ishlatishga mohir bo'ling. Bir sinov, ikki sinov, ko'p so'zlagan sari so'zlashdan qo'rqmaydigan bo'lsiz. Til saviyangizning o'sayotganligini his qilasiz. O'zingizga bo'lgan ishonch shakllangan hamon sizni tutib olg'il bo'lmaydi. Asta-asta til saviyangiz tabiiy holda o'sishga boshlaydi degan gap. Demak, ئېغىز tilini oshirishdagi osh-qo'sh, o'ziga ishonish va har qanday fursatni qo'ldan bermay uni mashq qilish. To'g'ri biz o'z maqsadingizni uqtirishning, gap boshlashning 12 xil o'xshamagan usuli to'g'risida to'xtalamiz. 12 ways of introducing your opinion. Number 1. Honestly. Bu so'z yolg'iz kelganda, samimiy holda degan ma'noda, bu so'zni bir jumlaning beshi qo'yib jumla boshlasangiz, biz deydigan rost gapni qilsam, rostimni desam degan ma'noda bo'ldi. Bu so'zning talaffuziga alohida diqqat qilamiz. Bu yerdagi H harfi, ya'ni H harfi talaffuz qilinmaydi. Honestly. Number 2. If you need my honest opinion. O'xshashlar, rost gapni qilsam, haqiqiy o'ylaganlarimni desam degan ma'noda. Number 3. In my opinion. Meningcha, men o'ylayman degan ma'noda. Number 4. Quite frankly. Bu yerdagi quite bo'lsa, intayin degan ma'noda, frankly bo'lsa, rostchil degan ma'noda. Bu quite frankly degan so'z birikmasi birlikda rost gapni qilsam, rostimni desam degan ma'noda. Number 5. The reality is, or in reality. Amaliyotda. Number 6. According to the statistics. According to deganimiz asoslanganda degan gap, hamda ko'pincha statistikaga asoslanganda degandek ma'no chiqadi. Albatta boshqa narsalarga asoslanganda bo'yicha ishlasangiz bo'ldi. Bu yerda ko'pincha statistikaga asoslanganda degan gapdan to'liq anglab qolamiz. Shu bo'yicha according to the statistics ni misol oldim. According to can be somebody or something. Ma'lum bir aylanga asoslanganda, ma'lum bir ishga asoslanganda bo'yicha ishlasangiz bo'laveradi. Number 7. From what I can gather. Bu yerdagi gather degan so'z bo'lsa, bir yerga yig'ish, bir yerga to'plash degan ma'noda, birlikda from what I can gather bo'lsa, demakchi bo'lganim, o'ylaganlarim degan ma'noda bo'ldi. Number 8. In my knowledge. Bu yerdagi knowledge degan so'z bo'lsa, bilim degan ma'noda. Bu yerda o'xshashlar bu knowledge degan so'zning talaffuziga diqqat qilamiz. So'z beshidagi K harfi talaffuz qilinmaydi. Knowledge. In my knowledge deganimiz bilishimcha degan ma'noda bo'ldi.
Number 9. I think that. Meningcha, men o'ylayman degan ma'noda. Bu balkim eng ko'p uchraydigan ifodalash shakli bo'lishi mumkin. Doim anglab turamiz. Number 10. I believe that. Ishonamanki, meningcha degan ma'no bo'ldi. Number 11. From my perspective. Mening nuqtamdan chiqqanda, mening nuqtai nazarimcha degan ma'no bo'ldi. Number 12. It seems to me that. Meningcha bo'lganda, meningcha degan ma'noda yuqorida 12 xil bo'lgan o'z o'ylaganlaringizni o'tirib qo'yishning usullarini ko'rdik. Bu ifodalash usullarining hammasi sizning og'iz ichib gap boshlashingizda yordamda bo'ladigan ifodalash usullari bo'ldi. O'zingiz eng yoqtirganlaringizni tanlab, asli tuting. Bo'libmi, ishlatishga mahir bo'ling. Be between a rock and a hard place. Be caught between a rock and a hard place. To be in a very difficult situation and to have to make a hard decision. Yani intayin qiyin ahvol ostida qilish va shu qiyin ahvol ostida qolganda bir qaror chiqishga majbur bo'lish degan ma'noda bo'ldi. Xuddi biz deydigan ikki tashning arsida qilish degan jumla bilan o'xshash ma'no ifodlaydi. Shakl jihatdan o'xshab ketadi. Qarab boqaylik. Bu yerdagi between arsida degan o'rin altini bildirgan so'z bo'ldi. İngliz tilida bu xil so'zlarni prepositions of place deb ataymiz. Bu so'zning talaffuziga alayda diqqat qilamiz. İngliz tilida har qanday bir so'zning ichida ma'lum bir so'ziq tovush keyin-keyindan qaytalangan bo'lsa, shu tovushni so'ziq talaffuz qilamiz. Masalan, mushu so'z between. Bundan burun videolarimizda ko'rganimizdek sweet, cool, look, book, rock. Bu rock degan so'z bilan biz bundan burungi videolarimizda tanishib bo'lgan qiya tash degan ma'noda bo'ldi. Hard place, qiyin ahvol degan ma'noda. Demak, so'zma-so'z tarjima qilsak, bir tash bilan bir qiyin ahvol ostida qilish yoki bir tash bilan bir qiyin ahvol ostida qisilib qilish degan ma'no bo'ldi. Bu dal biz deydigan ikki tashning orasida qilishga tushadi. Masalan, jumlasida I am really between a rock and a hard place right now. Men mushtaqda haqiqatan ikki tashning orasida qoldim degan ma'noda. Xo'sh do'stlar, bugungi darsimizning mazmuni mushagicha bo'ldi. Bu darsga munosabatlik boshqa videolarni bu yerni biz orqali ko'rsangiz bo'ldi. Abone bo'lishni unutmang. Har qanday taklif fikrlaringiz va savollaringiz bo'lsa, video ostidagi comment section, ya'ni inkas qismiga yozib qo'ying. Kelar hafta ko'rishaylik. Xayr xo'sh.